بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني عشر 12. ders. Endi savoqdoshlar, bugungi 12. darsimizda asosliqi ilgiriki o'tib ketgan, o'rgangan qoidalarning oyonliq shaklini o'rganamiz. Endi biz asos o'rganishga tegishli oyonliq shakli fe'l, sifatlar, kishilik almashlar, ko'rsatish almashlarga munosabatlik. Başdan kelaylik. Fe'lning ayollik shaklarini men oldingi darslarda turlash jarayonida ko'rsatib o'tgan. Masalan, biz bir daraba degan fe'l turlab baqaylik. Daraba, darabu. Bu erlik, birlik, ikkilik, ko'plik, uchinchi shaxs shundami? Buning ayolligi darabat, darabata, darabna. Darabaning ayolligi darabat. Darabta, darabtum, ta, tumatum, darabti, darabtunna. Darabtaning ayolligi darabti. Darabtu, darabna. Birinchi shaxsning erlik ayolligi yo'q. Endi bir jumladagi bir iga ayollik gap qolsa, mushuningga munosabatlik bo'lgan barliq fe'l, barliq sifat, barliq ko'rsatish almashlari, barliq kishilik almashlarining hammasi ayollik keladi. Mas holda, mas qadam o'zgaraydi. Yuqorida so'zlaganim fe'lninki ayollik shakli erlikni solishtirilmasi. Endi kishilik almashlarning ayollik erlik shaklining solishtirilmasi biz oldingi darsda so'zlab o'tgan. 10 darsda masalan huwa erlik birlik shundaqo, hiya ayollik birlik, anta ikkinchi shaxs erlik birlik, anti ikkinchi shaxs ayollik birlik. Birinchi shaxsning erlik ayollik yo'q. Endi bu igilikli tushunib kelish holatlarini desak, hu erlik birlik, ha ayollik birlik. Shundaqo, ka erlik birlik, ki ayollik birlik. Birinchi shaxsning erlik ayollik farqlanmaydi. Bu kishilik almashlardagi erlik ayollik shakli. Endi sifatlardagi kelsak, sifatlardagi keyingi ta'bir birini shuna qo'yib qo'ysaqlar, masalan tabibun, tabibatun, mudarrisun, mudarrisatun degandek ta'birni qo'yib qo'ysak ayollik o'zgaradi. Bu oson. Ko'rsatish almashlarimiz o'z vaqtida so'zlab o'tgan. Haza yaqinni ko'rsatadigan erlik ko'rsatish almash, hazihi yaqinni ko'rsatadigan ayollik ko'rsatish almash. Zalika yiroqni ko'rsatadigan erlik ko'rsatish almash, tilka yiroqni ko'rsatadigan ayollik ko'rsatish almashdi. Mushunga diqqat qilib bersak, bugungi darsni o'tib ketamiz. Yana bir mazmun, biz oldingi darsda allazi ism mavsul nisbiy almashni so'zlab o'tgan. Allazina. Agar keyin jumla ismi kelib qolsa, deketki fe'li kelib qolsa, g'anqan degan qo'shimchalar tarjima qilingan bir allazi va shuningdek ayollik shakli nima? Allati. Bugungi darsda shuni gavdlikroq o'rganamiz. Agar mush nuqtalarni kanalda o'zlashtirib qo'yib deb qaragan bo'lsak, yangi so'zlik kelaylik. Al-kalimatul jadida, yangi so'zlar. Al-am, akhul abi, al-khalu, akhul ummi, sayyidi, sayyidati, al-ammatu, ukhtul abi, al-khalatu, ukhtul ummi, mustashfa al-wiladati. Al-ammu tag'a. Yani dadı tarafdan bo'lgan tag'a. Masalan, akhul ab deb tushuntirib turgan qishida dadining o'g'il bir tuqqunni ko'rsatdi. Al-ammatu bu hammacha, dadi tarafdan bo'lgan hammacha, ya'ni ukhtul ab, dadi tarafning qiz bir tuqquni. Al-khalu tag'a, ona tarafdan bo'lgan tag'a, ya'ni akhul onaning o'g'il bir tuqqanlari. Al-khalatu hamma, ya'ni bu ona tarafdan bo'lgan hamma. Masalan, ukhtul onaning qiz bir tuqqanlari. Sayyidi efendim, sayyidati xanım, mustashfal viladati tug'ut doktorxonasi. Tekst kelaylik. الدرس الثاني عشر 12 درس. كيف حالك يا بنت؟ أنا بخير والحمد لله. من أين أنت؟ أنا من سوريا. ما اسمك؟ اسمي آمنة. أين أبوك؟ أبي هنا في المدينة المنورة، هو مفتش في المدرسة الثانوية. وأين أمك؟ هي أيضا هنا، هي طبيبة في مستشفى الولادة. ومن هذه الفتاة التي معك؟ أهي أختك؟ لا، هي بنت عمي. ما اسمها؟ اسمها فاطمة. أهي زميلتك؟
لا أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. ألك أخت؟ لا ما لي أخت. ألك أخ؟ نعم لي أخ كبير وهو طالب بالجامعة. ومن هذا الطفل الذي معك؟ هو ابن أخي. ما اسمه؟ اسمه سعد. أأمك في البيت الآن؟ لا ذهبت إلى المستشفى. دقت قليلة هم هالدري أيالله شكله. كيف حالك يا بنت؟ هاي قز أهوالنس قندق. يعني هاي حالك؟ أنا بخير والحمد لله. الله شكر ما يخشي. أنا وخششة. من أين أنت؟ يعني أنت سيز قياردن. أنا من سوريا. من سوريا. ما اسمك؟ سيزنا اسمه زمان كي دقت قليلة. اسمي آمينة. أين أبوك؟ أدنز قياردا أبوك ديكي كي قريلة. أبي هنا في المدينة المنورة. تدام بيادا إلى مدينة منورة. هو مفتش في المدرسة الثانوية أو طلق طر مكتبتا تفتش. هو قال لك هو كواتو. وأين أمك؟ أبونس قياردا. هي أيضا هنا. ومهم بياردا هي طبيبة في المستشفى في مستشفى الولادة. وتغو دكتور خانستا دكتور. هي طبيبة. هذا الشيء الاسم مسقد عندها أرلك كواتو. أيالله كواتو. ومن هذه الفتاة التي معك؟ سيزلن باللي ترغان بو قزجاق كيمو؟ هذه كرسل مسمى أيالله كواتو. التي أيالله كواتو معك. أهي أختك؟ وسيزلن قزقرن دشمزما؟ أهي أختك؟ أهي أختك؟ لا هي بنت عمي. يقول تغمنا قزي. ما اسمها؟ أنا اسمي ما؟ اسمها فاطمة. أنا اسمي فاطمة. أهي زميلتك؟ وسيزلن سواق دشمزما؟ لا أنا في المدرسة المتوسطة وهي في المدرسة الثانوية. ياق من طلق صوتر مكتبته أو طلق قطر مكتبته. قرب أخسق أنا فرق لما يدوا هي أيالله كواتو. ألك أخت؟ سيزن قز قرن شنزامو؟ لا ما لي أخت. ألك أخ؟ سيزن أغل قرن شنزامو؟ نعم لي أخ كبير. منن بر أغل قرن شنبا. هو طالب بالجامعة أو أونيفرسيتا أخوغوجة. ما يقرب بقيل أرلك أخ كبير همس أرلك هو طالب أرلك شكل كده. ومن هذا الطفل الذي معك؟ سيز بلانكي بو كشك بالكيمو؟ هذا الطفل أرلك وقتك هذا كده. معك قرطلغني سيز دب أيالله وقتك معك كي كواتو. أنا يمكن كشك بالا أرلك وقتك الذي كواتو. هو ابن أخي أو منن قرندشمنن أغلي. ما اسمه؟ أنا اسمه ما؟ اسمه سعد. ونون اسمه سعد. أمك في البيت الآن؟ أبنس حاضر أيدمو؟ لا ذهبت إلى المستشفى. ذهبت ده بنمي كواتو أيالله بيل كواتو. دكتور خانقا كت. أنا سواقداشلا ما بugünkü dersin tekisine ben birden bir tahlil qildim. Chunki biz oldingi darslarda erlik şekildagi jumlalarni tahlil qilib bo'lgan emas. Men faqat bugungi darsdagi shu ilgirgi darslardan farq qildirgan tarafimiz erlikning ayollik kelish shaklilam. Shuni tahlil qilsak bo'ladi. Tamarin. Tuandikilarni o'qib yozing. Endi o'zimiz o'qib mushu jumlalardagi erlik ayollik farqlarini tepib chiqishimiz kerak. Masalan, sizlarga 2-3 jumlani o'qib beray. Kayfa haluka ya abi? Chunki mana abi deb erlarga qaratilg'achqa haluka bo'ladi. Kayfa haluki ya ummi? Ahvolingiz qanday apa? Ya ummi, apaga qaratildi shunday andog'anda haluki bo'ladi. Ayna ibnuki ya Zaynab? Balangiz qayerda Zaynab? Sizning o'g'il kimga qaratildi? Zaynab. Zaynab qo'ygan nima o'qiladi? Zaynab ibnuki. ذهب إلى المسجد. أين بنتك يا أمينة؟ ذهبت إلى المدرسة. أنا مش نوخش. أمينة وصا كي. عندك بنت وغاتك ذهبت في النهاية شكل. ابن وغاتك ذهب إلى المسجد. ذهب في النهاية شكل كذا. مش نقطة لقد قصة قلوده. İkinci gün etme. Tüyendeki cümledeki her cümleni okun. Andaki onu munadani özgürtkendiğin keyin degene çaqırılgan isim, mesela çaqırılgan isim erlik olsa ayol özgürtkendiğin keyin misalda izahlanganda kema huwa muwaddah fil misal, misalda izahlanganda munadani çaqırılgan adamni özgürtkendiğin keyin yana bir qitim o'qing. Masalan bizga misal ayna qalamuka ya abi. Dada qalamingiz qani? Chaqirılg'uchi kim dada?
Dada erlik shundaymi? Buni nima deb o'qidik? Qalamuka deb o'qidik. Endi abi degan chaqirilg'uvchini biz aniga o'zgartib, ummiga o'zgartgandan keyin jumla qayta o'qib boqaylik. Aynan qalamuki ya ummi. Chunki chaqirilg'uvchi bo'lgan odam aniga o'zgargandan keyin ayollik o'zgargandan keyin oldidagi jumla shunga emas holda ayollik o'zgaraydi. Qalamuki ki deb. İkinci masalan birinci cümlede indeke kalamun ya Muhammed çakırgıç kim Muhammed en bununla ne deyiş gerek kamu kim elbette ki meka indeke en bunu ayol özgertip Muhammed'in amin özgertip bakaylı indeke kalamun ya Amine anda olganda indeke deyiş doğru mu? Yok çünkü çakırgıç ayol olganda keyin indeki oluş gerek ya muşununla okşaş kalan cümlelerini şu boyunca işlep bakayım. Üçüncü maşık ennisil faile fi kulli minel cümlel atiye. Tüvendeki cümlelerden her birdeki failini ayollik özgerttiğini davatıdır. Fail ayollik özgerttiğindeki mas kademde pilmini mi özgereydi? Ayollik özgereydi. Dikkat qaraylı. Mesela misal Haraca Muhammedun minel beyt. Muhammed öyden çıkıp ketti. Mesela Muhammed ayollik özgertip Haracat Aminatu minel beyt. Amine öyden çıkıp ketti deyli. Amine özgergen hamallam Haraca nimi özgereydi? Haracetke. Bu şahsas tıqbaqal çünkü biz pil turliga vaqtda xaraju, xarajat. Xarajanın ayollik şeklinde buludu, xarajat buludu. Şu asasda turligana. Birincisi, zahabal mudarrisi ilal fasli. O'qituvchi sinfga ketdi. Ammo bu mudarrisni ayollik o'zgartib baqayli. Mudarrisatu deb. Zahabat al mudarrisatu ilal fasli. Albatta zahabat o'zgaraydi. Al mudarrisatu o'zgaraydi, ha? Mushuni olsak, qolganlari oson tushadi bizga. Dördüncüsü, tüvendikini oylanıp bakın. Oylanıp bakın degeni, endi ma pilning ayollik şekilde darabat, zahabat, xarajat degandek ta sakin emasmi? Endi shu sakin bo'lgan ta'ni keyinlik ismga ulab o'qimoqchi bo'lsak, sakin degani ulab o'qilolmagandan keyin sakini zir o'qish to'g'ri keladi. Shuni bizga eskartib o'tmoqchi qarab boqaylik. Jalasat talibatu. Endi buni xush bo'lgan vaqtda jalasatit talibada deb jalasatdagi sakin o'qilgan ta'ni zir o'qiblan xush o'qisak bo'ladi. Bu oldidan bir qitim so'zliq deyman. 5-chi ko'nikma tuvandagi jumlalarni o'qib taqim. Asosiy tuvandagi jumlalarning bizga qo'yilgan talab allazi bilan allatininki erlik ayollik farqi xolos. Masalan, manil fatallazi kharaja minal bayt al-an huwa ibn ammi. Manil fatallazi kharaja min baytika al-an. Hozir sizning uyingizdan chiqib ketgan yigit kim? Men davomli deb qo'yatman, allazidinkin pilliq jumla kelib qolsa, g'an qan ken deb tarjima qilamiz, ha? Hozir al-ana uyingizdan min baytika chiqib ketgan, allazi kharaja ikkisi qo'shilib chiqib ketgan yigit kim? Va ibn ammi. O tag'amni o'g'li. Bu yerda erlik o'g'achqa shu allazimi erlik keldi, kendiki pilmo nima keldi? Erlik keldi. İkinci sual. Menil fatatu allati kharajat min baytika al-ana ya Muhammed hiya bintu khalati. Yani hay Muhammed o'g'achqa baytikadagi kap shu Muhammed qartilg'achqa kap zuvar o'qildi. Erlik şekilde qolgan fatat ayollik o'g'achqa kharajat allati hamiz ayollik keldi. Tarjima qilib boqaylik. Ey Muhammed, hozir uyingizdan min baytik chiqib ketgan allati kharajat qizchaq kim o? Hiya bintu khalati. O hammamning qizi. Mush bo'yicha qog'ozlarini o'qib tushunsak bo'ldi. Faqat allazi bilan allatiga diqqat qilaylik, ha. Endi 6-ko'nikma akmil jumal al-atiya biwad'i ismin mawsulun munasib allati fil faragh. Tuvandagi jumlalarni bo'sh o'ringa munosib nisbiy almash, ism mavsulga nisbiy almash demakchi. Nisbiy almash qo'yish orqali, ya'ni allazi allatining qaysi munosib bo'lishini qo'yish orqali jumlani to'liqlang. Birinchisi al-kitab bo'sh o'rin, al-maktab lil mudarris. Ya'ni ustalning ustidagi kitob o'qituvchi demakchi. Bu yerga nima qo'yamiz albatta? Al-kitab erlik o'g'achqa allazi qo'yamiz. Al-qalam bo'sh o'rin fi haqiqati maksur. So'mkamdiki qalam suni qo'ygandan keyin bu yerga nima qo'yamiz? Allazi. Chunki al-qalam erlik. As-sayyara bo'sh o'rin kharajat min al-mustashfa al-an lit-tabib al-jadid. Doktorxonadan hozir chiqib ketgan mashina yangi doktorninki. As-sayyara ayollik o'g'achqa keyingi kelgan allatini nima qo'yamiz? Ayollik shaklda qo'yamiz. Qolgan shakllarini o'zinglar ishlab boqinglar, ha.